Assalomu alaykum doktor akaman. Keling. Nima bezovta qilyapti? Tomog'im qichiyapti doktor. Boshqa joyingiz qichmayaptimi ishqilib? Yo'q, faqat tomoq mana gapirolmayapman. Bo'ldi, tushundim. Hozir birinchi navbatda rentgenga tushasiz, keyin UZIga, keyin MTKTga tushasiz. Ichiga bitta analiz topshirasiz. Germaniyadan bitta zo'r apparat kelgan. O'shanga bitta kirib chiqasiz. Keyin mana hammasi bo'lgandan keyin mana oldimga kelasiz, xo'pmi? Xo'p, doktor. Mana hammasiga tushdim, doktor. Bitta 3 rasmga ham tushmabsan-da. Ha, tushunarli. Bo'ldi, seni angining ishgan. Yallig'langan. Furatsiling bilan chaysang yaxshi bo'lib ketasan ukan. Voy bilat. Bitta angina uchun shuncha apparatga tushib shartmidi? Nima? U bechoralar ham ertalabdan kechgacha ishlayapti. Ular ham foyda qilsin-da. Qancha rasxod qilding? 2.600.000. 2.600.000? Ha? Normal foyda bo'libdi-ku. Menga qara, menga ham 500.000 tashab ketasan, men ko'rib berib senga analizingni javobini chiqarib berdim. Poşoluni. Hali Fransiyangga ham dori yozib beraman, apteka bilan ham aloqa bor. Ani germanskiy apparat aslida Andijondan chiqyapti. Ko'rdingmi apparatni? Davay.